8-vaza. Buyuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, men sizni bekorga yaratmadim. Men sizni foydasiz yaratmadim. Men bee'tibor emasman. Men siz haqingizda hamma narsani bilurman. Siz mendagi narsalarga ega bo'lishni hech qachon bilmaysiz. Mening roziligim uchun sizga yoqmaydigan narsalarda sabr qilmasangiz, siz uchun menga bo'ysunib sabr qilish oson. Menga buyruqsiz qarshilik qilishda sabr qilish qiyin. Siz uchun gunohdan to'xtash oson, oltidan otagonlik va azobdan kechirim so'rash qiyin. Bu dunyodagi azob siz uchun oson, oxirat azobi esa og'ir va qiyin. Ey odam bolasi, barchangiz adashgusiz. Men haq yo'lga yo'naltirganlardan boshqalar. Barchangiz yomonlik qilgusiz. Men to'xtatganlardan boshqalar. Yomonlikdan to'xtab, mendan tavba qilsangiz, men sizlarni kechiraman. Sirlaringizni uning oldida ochmang. Ularga sir emas.